Husanovning so'nggi o'yinlari haqida nima deya olasiz? Undan olgan taassurotlaringiz qanday? Va barcha himoyachilar safga qaytgach, asosiy tarkib futbolchisiga aylanishi uchun u nima qilish kerak? Javobini o'qidim. Ular Husanovni oxirgi o'yinlarda juda ko'p maqtashyapti. Demak, ular haq. Biz murabbiylar xato qilyapmiz. Shundaymi? Shuning uchun to'xtayman. Biz shikoyatlarsiz ham g'alaba qozona olamiz. So'nggi o'yin ajoyib bo'ldi. Undan oldingisi ham. Biz undan juda mamnunmiz. Ayniqsa shuni ta'kidlash kerakki, Arsenalga qarshi o'yindan keyin u bir oy davomida 1 daqiqa ham o'ynamadi. Hatto bir necha oylar bo'ldi. Siz mashg'ulotlarda va kiyinish xonasida o'zini qanday tutganini tasavvur qilishingiz mumkin. Aynan shu narsa Husanovni belgilab beradi. Men har doim futbolchilarni qiyin paytlar jamoa ichida o'zini qanday tutishiga qarab baholayman. Pusa haqida aytsam, ishonchim komilki, bu tarbiyani uning ota-onasidan, O'zbekistondan. U fransuz futbolida atiga bir necha oy bo'ldi. Keyin esa darhol bu yerga Premier Ligadagi Manchester Cityga keldi. Bunday o'zgarish oson emas, ammo u quloq soldi, o'rgandi va albatta uning jismoniy holati a'lo darajada. Manchester City juda ko'p yillar davomida eng yuqori darajada o'ynay oladigan markaziy himoyachiga ega bo'ladi. U qanday futbolchiga aylanadi? Ochig'ini aytsam, bu faqat o'ziga bog'liq, boshqa hech narsa emas.